Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Men Ro'ziyev Asqar Yoqubovich, Navbahor tuman sanitariya bitimga osoyishtalik jamoat salomatligi bo'limi boshlig'iman. Bugun yoz mavsumi boshlanganligi va har xil turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini qo'l-bola holda tayyorlanganligi oqibatida turli xil ovqatdan zaharlanish va ichak infeksiya kasalliklari qayd qilinmoqda. Shu munosabat bilan sizga quyidagi tavsiyalarni beraman. Iste'mollarga sifatli mahsulotlar tanlashda do'konlarga kelishlarini tavsiya qilamiz. Mahsulotlarning yaroqlilik muddati, saqlash sharoitiga e'tibor berish zarur. Mahsulotlarning qadoqlanishi, markirovkasi va laboratoriya xulosalari, ya'ni sertifikatlariga e'tibor bering. Bu mahsulotlarning hech qanday zararli qo'shimcha yoki xususan zararli kimyo moddalarining mavjudligi bo'lmasligi lozim. Oziq-ovqat mahsulotlari to'g'ri saqlash, tayyorlash orqali ovqatdan zaharlanish holatlari oldini olish mumkin. Mahsulotlar saqlanishda qat'iy rioya qilingan, ayniqsa issiq havoda. Issiq havoda tez buziladigan mahsulotlar, masalan, go'sht, sut, baliq, qandolat mahsulotlarini tezda saqlash, ishlatish kerak. Bu mahsulotlarni to'g'ri sovutgich va muzlatgich orqali xavfsizligini ta'minlash kerak. Yoz mavsumida issiq havoning mahsulotlari xavfsizligiga ta'sirini kamaytirish uchun sovutgichlar yoki muzlatgichlarda saqlash zarur. Mahsulotlar ayniqsa muzlatgich holatda uzoq vaqt saqlanmasligi kerak. Xulosa qilib aytganda, bozor ma'muriyati yoki supermarket xodimlariga quyidagi tavsiyalarni beraman. Har kuni ish boshlanishidan oldin sanitariya tekshiruvi o'tkazing. Mahsulotlaringizni sifati va saqlash sharoitlariga doimiy kuzatib boring. Tibbiy ko'rik, sanitariya daftarchalarini yangilab boring. Bozorning tozaligi, xavfsizligi talablariga javob berishga ko'maklashing. Fuqarolar va nazorat organlari bilan hamkorlikda ishlashni tashkil qiling. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda tumanimiz xalqi, ya'ni brifing ishtirokchilariga yoz mavsumini betalofat, ovqatdan zaharlanmagan holda kasalliklarsiz o'tkazishni tavsiya beramiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.